Bismillah. Assalamu alaykum. Aziz, muhterem, suyumlik Sharq Turkistonlik qarindoshlarim. Bugungi tema yana dushman hukumimizdagi mujmallik to'g'risida. Yana dushman hukumimizdagi mujmallik. Bu temani ilgari eng az bir qatim so'zlagandik. Yeni ahvollar, yeni bilingan ma'lumotlar bu temani tekrar tilga olishimizni, texmi cho'nqurlab so'zlashimizni, quloqlarga, menglarga qo'yishimizni taqozo qilmoqda. Onun uchun men bu o'xshash mavzuda, ammo o'xshamagan mazmunda bu temani tekrar tilga olib o'tiryapman. Xabaringlar bo'lganidek, umuman biz tehi dushmanni haqiqiy turda to'nib yetmadik. Bir millat yana bir millatni yoki tajovuzchi, istilochi bir millatni dushman deb tanimasa, uningga qarshi turish aqliga kelmaydi. Qarshi turish davom qiladi doim, ammo umumiy xalqning enida qarshilik bo'lmaydi. Bizda qarshilikning bo'lmayotganligi asrlar bo'yicha buni vaqtning o'tishi bilan bag'an siri unutib qolib dushmanni. Qachonda qarasa uningda birga yashayotgan qo'shnimiz, yenimizda, bozorimizda, har yerda ular aralashib bizga uchrashib turgandan uni dushman deydigan bu tuyg'u bizdan yo'qolib ketgandek qiladi. Shundaqla yana bir tarafdan Xitoyning planliq, programmalik elib berayotgan tashviqotimi rol o'ynagan bo'lishi mumkin. Shunga bu temani tekrar so'zlashning zaruriyati bor. Yana dushman hukumimizdagi mujmallik. Aslida yangi temalarga to'xtalgan bo'lsak, texmi yaxshi edi. Biroq amaliyat bunga taqozo qilyotidi. Mening his qilganlarim bu temada texmi fikrlash, texmi cho'nqurlash kerakligini talqin qilmoqda. Her kim birer yenilikdan dushman hukumimizning ne kadar guvoh ekanligi, hatto ba'zilar uchun tamamen dushman hukumi deydigan bir hukumning mavjud emasligi yuraklarni laxt qiladi. Qandaq bir millatmiz? Qancha bo'lsa-mu mushu qadar hayvonlashib ketganmidi deb qoladi odam. Sel ilgari yangi chiqqanlardan birining bu yerdagi yaqinlarining e'lon qilganlaridan kamplardagi qarindoshlarimizning hala kompartiya xato ish qilmaydi. Meni gunohim bo'lmasa nima ish kutsin? Meni cho'qim yaqinlarimdan birisi chaqqan bo'lsa kerak degan tonishdi bo'ladiganligi. Ya'ni Xitoy xato qilmaydi, Xitoy. Xitoy degan haqqoniyatchi. Cho'qim birisi chaqqan gap. Mana shu holda yetibmi? Xitoydan emas, yomonlikni bir-biridan ko'radigan va uzluksiz bir-birini chaqirganligini anglab, yuraklarim xuddi chashqan tatilgandek tutmatalan bo'lib ketdi. Dushmanni tanimaslikda bizdek gamsa, saran qetish yana bir millat misoli tarixda uchramaydi qarindoshlar. Mana shundaq yangi ahvollar meni yana bu temani tilga olish qildi. Ko'pchilik diqqat qildimikin bilmayman, diqqat qilmagan bo'lsa endi diqqat qilib baxsim bo'ladi. Millatimiz ichidagi ilm ahli bo'lmuş insonlar, ilm ahli, bilarman insonlar hozirgacha siyosiy davomizning sirtida ekan. Mo'lchirimizcha muayyan bir sonda olimlarimiz,
doktorlarımız, profesörlerimiz barlığı zaman zaman bazı uçurlardan bilinip kalıdı. Chet ellerde. Lekin dava sepida bu isimlarning mutlaq ko'pchiligini uchratmaymiz. Uchraydiganlarimi bor. Ammo bundaqlarning hammasi degidek ikki ayrilmaslik mavqesidagilar. Hozir avtonomiyachilar deb atalayotgan to'pda yerlarini ag'anliq ko'riladi. Hayron qolarliq bir ish. Avi faqatli ko'rinmaydiganligi nisbatan bularga rahmat desak bo'ladi. Herhalde avtonomiyachi olsun bo'lib, o'sha o'tirib o'rgib yurdi bular. Mutlaq ko'p qism ilm ahlillarimiz hech ko'rinmaydi o'tirdi. Bilib qolinglar buni. Hech sizlar bilmaydigan ajoyib ko'p doktorlarimiz var. Hayron qolarliq bir ish. Ciddi ma'noda Xitoylarni dushman deb keskin ifoda berolmaydigan bu bilim ahlilariga qarab, ham hayron qolaman, ham ichim achchiq bo'ladi. Shu chaqda boshqa millatlarga selishtirish darhol aqlga keladi. Men bu haqda ilgari kitoblarimda to'xtalgan. Demak, bu nuqtaga burilib diqqat qilganmanda, ya'ni nurg'un mustamlika millatlarning doirlari, liderlari, davlat atillari mustamlikachilarning maktablarida yetishgan. Bu haqda yozganligim yodimda. Balkim kitoblarimni o'qiganlaringni esonlik ola oldingmi deyman. Javhar Dudayev Ruslarning maktabida, Indira Gandhi, Nehru, Muhammad Ali Jinnahlar Angliyada, Xu Jijmin qatorliqlar Fransiyada tarbiya olgan. Ne hikmettirki Xitoylarning maktabida o'qib, bu millatga yetakchilik qilgan bilim egillarini ko'rmadik. Xitoylar to'qini atala deb ishirgandiganda deb qag'idakli Xitoy parasini yetishganligini ko'ramiz. Men shunga qarab debmadimkin bir teoriya o'tirib qo'ygandim ilgari. Aql va bilim boshqa narsa. O'xshamagan ikki shay. Vatandik chag'imda bir kino ko'rgandim. Mening kino ko'rdigan bek islim baliqini deb o'tgandim bu deyman. Bu kinoning ismi eng oxirgi bir maydon shaxmat. Bu kinomu, televiziya filmimi isimda yo'q herhalde. Eng oxirgi bir maydon shaxmat. Bu Yapon qarshi urush davri hikoya qilingan bir film. Tasvirlanishicha Shanxayda ishg'oliyatchi qo'shinning generali Qorshow shaxmatga nayt amroq odam bo'lib, Shanxaydagi fursatda Xitoylarning Qorshow shaxmat chempioni bilan bir maydon shaxmat o'ynab beqish havas tug'iladi. Bu chempionni topqizib keladi. Ziyofat hazırlab kutib oladi. Xitoy chempion boshdan oyoq qapog'ini ochmaydi. Ziyofatga qaramaydi. Oxirida shaxmatga keladi. Shaxmat o'ynashga majbur qilindi. Qistaydi yani. Yapon general uni o'ynashga qistaydi. Xitoy biladiki, agar u yengsa, general cho'qim chidamaslik qiladi. Chunki u g'oliblarning generali. Yengilib qolsa bo'lmaydi. Endi u generalga uning hurmatini qilib yengilib berishga bo'lmaydi. Chunki bu vatan millatga xiyonat bo'ladi. Xitoy uchun. Shuning bilan Xitoy chempion shiraning bir chetida turgan qing'roqni olib, o'zining 4 barmog'ini chanab uzib o'tib, Yapon bilan shaxmat o'ynayolmas bo'lib oladi. Buning bilan tajovuzchilarga bo'lgan nafratini ifodalaydi. Bu voqea tarix haqiqatan shunday bo'lganmi yoki to'qilma hikoyami? Bunisi mavzumuz uchun muhim emas. Shunisi nayta aniqki, Xitoylar Yaponlarni aniq holda dushman deb bilgan. Shunga har fursatda, har bahona bilan qarshilik ifodalaydi. Bizdagi chatoq shu yerdiki, ta bugungacha texicha Xitoyning dushman ekanligini tunib yetganimiz yo'q.
Bulupmu ancha muncha Xitoydan iltifotga erishgan bilim ahlilarimizda bunday qarash hech yo'q. O'tganda torda Uyg'ur ilm ahlilari nomidan Shuhrat Mutallibga bir uch xat e'lon qilindi. Xatda Shuhrat Mutallibning Xitoylar bilan birlikda DNA tadqiqot qilayotganligi buning xatolik to'g'risidagi qaqshashlardan iborat edi. İçidən qaynagan bir his bo'lmaganda, bir odamni chaqiriqlar bilan, nasihatlar bilan, ayblashlar bilan odam qiyg'ila olmaydi. Bu psixologiyaning o'rtaq qarash. Bu muhtaram olimni bir zamonlar xalqimiz Uyg'ur olimi deb sharaflanib, iftixorlanib, beshi qilib ko'tardi. Bu haqda mening qarashim o'xshamaydi. Şunu ben ma'lum bir videoda yoki bir maqolamda mushundaq ahvollar haqida to'xtalgandim. Ya'ni bir odam o'zining emgak mevasini oldi bilan o'zining ona tilida o'z xalqiga sunolmagan bo'lsa, uni bu millatning deyish dunyoda qilayotgan udumlarga to'g'ri kelmaydi. Buni bilib qo'yinglar qarindoshlar. Masalan, James Joyce Özü İrlandiyalik. Dünya edebiyatında gigant bir sima. İrlandiyaliklar onundan faxrlansın. Ama onun eserleri İngiliz tilida yazılganlığı için onu İngiliz edebiyatı dairesinde tilgalımız. Dünyamı şundaq. İngiliz edebiyatı da tilgaladı. İngiliz edebiyatının yüksek bellesi bulup hesaplandı. Herkesmi İrlandiya edebiyatının emas. Bu mazmunda qilgan burunqi gapimda Xitoydagi birisini misol bergandim. Esimda qilishicha, yanlış bo'lsa afv qiling. Bejingda chiqadigan Millatlar adabiyoti deydigan bir jurnal bor. Bu asonliq millat yozuvchilarining asarlarini Xitoychaga tarjima qilib basadigan jurnal. Jurnalning boshlig'i asli Mongol. Mongol, lekin Xitoyda cho'ng bo'lgan. Shunga Xitoy tilida eser yazadigan yazuvchi. Xitoylar arasida hali danliq bo'lsa-mu, Mongollar ancha tonimaydi. Bir qatim ichki Mongolga berib kelgan safardan keyin u 60 yoshga kelganda burchimni tonib ketdim degan bir lavhani yozib, ishq beshiga esib olganligini bayon qildi ekan. Ichki Mongolda o'zining millati uni tonimagan. Yoki uningga Xitoy muomalasi qilgan bo'lsa kerak. Shuhrat Mutallib Urumchida universitetda taklif bilan leksiya so'zlaganda Uyg'ur tilida so'zlagan bo'lsa, beshimiz osmonga taqishatdi. Ammo u inglizcha so'zladi. İngiliz olimi. Uyg'ur olimi emas. Qarindoshlar. Chunki uning emgak mevasi yoki bir inglizning emgak mevasi o'xshashli tarjima orqali keladi Uyg'urlarga. Unda bo'lsa biz qandaqsi uni Uyg'ur olimi deya olamiz. Uyg'ur olimi deyilsa, hech yeri to'g'ri bo'lmaydi. Chunki biz qon tekshirib tabalik baholamaymiz. Ko'cha-ko'chada do'qmish-do'qmishga qon tekshirish punkti qurib, o'tgan kechganni qon tekshirib millat araymaymiz. Unda ehtimollik yo'q dunyoda. Odatdagi ifodalarga qarab kimligini belgilaymiz. Agar bir odam Uyg'urcha bilmasa, uni qanday Uyg'ur deymiz? DNA qog'ozini ko'rsat deymizmi? Shuning o'xshash avval. Agar Shuhrat Mutallibdagi insonlarda milliy tuyg'u bo'lsa-edi, bizning siyosiy faoliyatlarda menga o'xshash, yana bizga o'xshash, yana bir tashkilotning lideriga o'xshash, yoki shu tashkilotga o'xshash larning siyosiy faoliyatlarda yillar chiqilgan ishimizdan ularning biroz o'rinda bir qatim millat haqida, millati duch kelayotgan xavf haqida so'zlab qo'yg'ini besib ketadi. Agar shunday his bo'lgan bo'lsa, bu haqda men ilgari yozgan va bir zamonlar dunyo sahnasida parlagan yulduzimiz, yuqori ovozli do'lqinsimon naqsh chempioni Dilbar Yunusni misol bergandim.
Dilbermi sahnelarda özünü Cungulu degan edi. Bizning mashhurlarimiz, nam qozongan odamlarimiz mana shundaq. Düşman hukmi deydigan narsa yo'q. Men bu vaqtda yozganlarimdan birisi o'tganda hamma vatan millat uchun degan videomdimi deb o'tgandim, misol bergandim. Maria Curie xonimni, Polshaning olimi, Polshaning ximiya olimi Maria Curie. Ayni vaqtda Polsha Rossiyaning mustamlikasi edi. Rossiyaning mustamlikasi. Mustamlikadagi Polshadan Fransiyaga o'qishga kelgan Maria. Keyin fransiyalik olim Curie bilan to'y qilgan. Shunlashqa Maria Curie bo'lgan u. Mendeleyev davriy jadvaliga qarasanglar, ximiyalik elementlar davriy jadvaliga Curie deydigan bir element bor. Bu ashu Mariyaning erining familiyasi. Aşılar ijod qilgan bir, bayqıgan bir elementning nomi. Maria Curie nimada Parijda Curie bilan birlikda tadqiqot elib berib, tunji radioaktivlik element poloniyni keşf qildi. Topdi, yani poloniyni. Poloniy degan nima? Polsha degan gap. Polak degan gap. Yani Maria bu elementga o'zining millatining nomini qo'ydi. Mening millatimning nomi olsin saqlanib qolsin. Agar mushunda davom qilsa, men ruslarning qo'lidan millatim tugab ketadi. Ximiyalik elementlar davriy jadvalda bo'lsa-mu, ismi saqlanib qolsin deb o'zi topgan elementga millatining nomini bergan Maria Curie. Poloniy degan element Aşılarning tilida Polshaning ismi. Polsha degan ma ruslarning tilidan kelgan bizga. Bu inglizchadami Poloniya deyiladi. Bu davlatning ismi. Poloniya. Poloniy elementning nomi. Keyin Maria radiyni topadi. Radioaktivlik elementlar ichidagi eng aktiv element. En qimmatbaholik element. Hatta oltindan nechasi qimmat. Radiyni topgan vaqtida Maria oldirib ketib, millatining ismini dastlab topgan elementga qo'yganligiga pushaymon qiladi. Agar oldirib ketmagan bo'lsam, bu elementni poloniy deb atarkanman deb. Başkalarının alimleri şeref kazanganda, sahnelerge çıkkanda, sözleş pırıstı bolganda, benim hoşumda milletini unutup kalmaydı kardeşler. Biz düşmanla tanımağanlığımız için bugünkü güngiçe bizning ilim ahlillerimiz nima qiladi? Ikki ayrılmaslik meydanı turdi. Bugungichimi chet elda bilingan mutlaq ko'pchilikdagi bilimdonlik qarasanglar ikki ayrilmaslik tarafdori. Mustaqillik deganga o'lguchi o'ch. Umuman Uyg'ur bilarmanlarining ichida millatim uchun mushu kasbim bo'yicha yoki mushu nupozimdan foydalanib nima qilib bera olayman deb doim o'ylab turadigan yo'q desek mi bo'ladi. Yana da Uyg'ur tilini bilmaydigan Uyg'ur millatchilarini ko'rib turamiz. Vay. Kulib ketadigan bir ishda bu. Uyg'ur tilini bilmaydigan Uyg'ur millatchilari. Balkim bu deganimga qarshi chiqadiganlar tepalar. Cho'qim qarshi chiqadiganlar bor. Ammo men deymanki, millatchilik degan
öz milletiga bo'lgan ziyoda sevgi demektir. Ziyoda muhabbet demektir. O halde bu sevgi bir energiyadır. Cheksiz energiya. Bu energiya onun ana tilini öğrenebilişine yetmegen bolsa, bu qanday milletçilik? Biz bundaqlardan bir nechini tanıymiz. Ular Xitoycha o'qigan. O'rta Osiyadagilarga nisbatan buni Ruscha o'qigan deyishimiz mumkin. Xitoycha o'qishning davomida G'arb davlatlariga kelib inglizcha o'rgangan. Meselenin gumonliq yeri shu yerdaki, chet ellarda uchinchi bir tilni yaxshi o'rganib olgan. Bu bilimdonlar. O'tirida yanala ana tilini chalatungandek so'zlashni davom qilaversa, bu qanday millatchi deymiz? Milletiga sevgisi bor odam. Milletiga sevgisi bor deydiganga yana qanday dalilimiz bor? Endi yaqinda uqilgan yana bir dahshat yangilikni deb aytaman. Ziyolilarimizdan biri Uyg'urlar jamoat ichida shunday debdi. Diqqat. Xitoylar kamplarni qurib, Uyg'urlarni qutqizib oldi. Bo'lmasa Uyg'urlar bir-birini qirib tugitib ketdi. Bilim bilan aqlning boshqa ikki shay ekanligining yana bir isbot. Bu gap to'g'risida deydiganlarimiz hali ko'p. Oldi bilan bu ikki putliq hayvonning mushundaq bir dahshat so'zni Uyg'ur jamoati ichida deganligi, yüz qarash o'ltirishgan Uyg'urlar ichida de gapini rost qila olganligi diqqatimizni tortish kerak. Bir milletning fasiqlashib qaysi darajaga berib qolganligini mana shuningdan ko'rib olg'ili bo'ladi. Bu sorunda munofiqlarning asos salmoqda bo'lishi mumkinligi darhol aqllarga kechadi. Shundaq bo'lg'achqila u ashundaq oshkora munofiqona bir so'zni, mushundaq ishplas bir so'zni, numussiz bir so'zni, hatto topgan dadasiga xiyonat hisoblanadigan bir so'zni qilishdan tatinmagan deyish mumkin. Ammo az sonda bo'lsa-mu, to'mirida pokiz Uyg'ur qani eqiyotgan Uyg'urlar bo'lsa-lam, shunday Uyg'ur. Bununla sükut kılınmaslık gerek emasmidi? Osmanlı üstüge taşlık etmegendiken, erkektek sekrette turup, hey hayvan, undaq olsa Xitaylarınga rahmet eytiş yüzüdün, kızımını Xitayga biresen, ya ananı solap biresen desi bolmasmidi? Hiç bolmasa iş bilen bir yalaqta jündi içmeymen, de dastanını terk etip çıkıp kesi bolmasmidi? Şundan itibaren bundaq hayvanlar bilen badi keldi muamelini üstü bulmasmıdı. Aşındaq munafiqani sözünü aşkarı diyalavatqını bizning siyasi sütümüzni ko'rsatadigan eynek rol o'ynavatqachqa. Bu tarafi kishini texmi bearam qiladi. Texmi ümidsizlendirdi. Texmi yüzimizni qara qiladi. Birer munafiqning undaq yoki mundaq gapni qilishi saqlanğılı bo'lmaydigan mavjudlik. Chunki munofiqlar mavjud ekan, unda gapni qilib qoladi. Buni qabul qilishga bo'ladi. Ammo bir jamoat ichidan qarish sada chiqmasligi odamning nomusini keltiradi. Mushu halimizga yana nimani da'vo qilmoqchimiz? Mushu halimizga ozodlikdan tamoda bo'lishga haqqimiz bor deb o'ylandik. Mushu halimizdan azatlık teşna bo'lgan bir milletga o'xshamdik. Qulluqqa qo'yib qo'ygandek xo'p tushgan, qulluq qilib yaratilgandek, qulluq eng yarashadigan bir milletligimiz chiqib turdi. La'nat bizga. Bir tovoq jundidan kechalaydigan ruh bo'lsalar, bir mehmondorchilik a'zosining aziyib ketishidan qo'rqmasaqlar. Mana shundaq oshkora munofiqlar bilanmi yaxshi xo'p o'tishga zaruriyat yo'q. Uni rad qila olmaymiz. Mehmondorchilik a'zosining aziyib ketishidan qo'rqmasa,
Bundaqlardan ada-juda o'g'li bo'ladi aslida. Zidimiz shunchalik pastki, bir qatimliq mehmondorchilik aziyib ketishiga chidamasliqlar. Mana shundaq oshkora munofiqlar bilan yaxshi xo'p o'tishga g'ururimiz chidaydi. Mushkun mush ayildi vatanga berib kelalayotgan munofiqlar bor aramizda. Aşının bilan bir yalaqda junde içib o'tira oladigan Uyg'urlarimiz bor. Ya'ni o'zini da'vochi deb o'ylaydi. Endi bu Xitoylar kamplar orqali Uyg'urlarni qutqizib oldi degan bu munofiqning rejisiga quloq solib boqaylik. Ya'ni Xitoylarning rahmatga sazovor qutqazuvchiligi qanday qabul qilinganligiga qarab boqaylik. Uyg'urlarda diniy oshqulliq avjiga chiqib demiş. Neticede harak içken Uygur'unu kafir deb öldürdüğün bulup gidip demiş. İki sınlısının yerini öldürüp etken buluşu mümkün belki. Ata-analarının turqa altını yaratmay qilib, ularni kafir deb ada-juda bo'ladigan ishlarga yuz berib demiş. Hatta Xitoyning pulini hajlash haram deb pul tutmas bo'lib demişki, mashinalarga may qachilash uchun gazpon kutug'i bağallarida buğday qo'noq götürüp berib, pul o'rniga buğday qo'noq berdiganligini deb demiş. Asli haqliq nerede? Asli haqliq bilarmanlarimizdagi dinni tushunmaslikda. Dinni tushunmagandiki mana shunday bo'ladi. Dinni kommunistlarning ta'riflashi bo'yicha tushunganligida. Hukumat degan yolg'on so'zlamdi. Bu e'tiqod. Agar bir az dinni tushungan bo'lsa, aşqillarning dinni bilmaydigan kimlardir tarafidan xato yo'llantirilganlar ekanligini asonlam ayriya olgan bo'ladi. Mashinasiga may qachilash uchun buğday qo'noqni ayirib ashlash materiali qilayotgan aj dindarlar mashinani o'zi yasab ekanmi? Yoki umi kafirning midi? Uchisidagi kiyimichi o'zi ham to'qib kiyib ekanmi? Yoki emasmidi? Shuning qarasida bu ahmoqlarning xato yo'llantirilgan bicharalar ekanligi ayon bo'ladi-da, bu aqlliq bilimdan Xitoylarga rahmat aytishga aldirab ketmaydi. Xo'sh, asha ashqulliq qanday bosh ko'tardi? Buning keyindagi qo'llarni, buning keyindagi boshlarni tushunib baxtimi? Bu bilimdan shu chaqlarda WeChatning echib etilganligi, diniy tabliğlarning avji olganligi, hamma odamning WeChat orqali dindor bo'lib ketganligi hamma og'izda birdek hikoya qilinmoqda. Buni biladikansizlar, nima uchun u chaqda Xitoy kommunist hokimiyati ne deydi? Ular uxlab qolganmidi? Yoki bir yerga damilishga ketib, jahon Uyg'urlarga o'ch qolganmidi? degan savollar bilarman aqlinglarga kechmidi? Agar bu savollar aqlinglardan kechgan bo'lsa va keyingi telefondan chiqqan Alloh degan bir xat uchun turmaga tushganlarning qismati bilan selishtirgan bo'lsanglar, shu bir mezgilda oshqulliqni Xitoylar jingmomi berib baqqan mollalar orqali o'zlari targ'ib qilganligini bilalaytinglar. Qanaqalarning bilimdonliginglar? Bir davlat, bir hokimiyat ma'lum ishni qilmoqchi bo'lsa va xalqdan norozilik chiqarmasdan ko'ngil rizosi bilan qabul qildirib qilay desa, buningga choraning ko'pligini o'ylab ko'mdinglarmi ey munofiq bilimdonlar? Qarindoshlar, Səminlarda bo'lsa kerak, ilgari men kitoblarimdagi ma'lum bir maqolada va keyin ma'lum videoda istixborotdagi bir metodning to'yindirish metodi ekanligini deb o'tgandim. To'yindirish. Mashaqcha. Oldi bilan xalqni to'yg'izasiz. Xalq bizar bo'lib, sizdan shu ishni cheklasa ekan deb talab qiladi. Sizcha xalqning orzusini bejig'ichi sifatida maqsadlaringizni ijroga qo'yasiz. Bu qadar oddiy. Bilarman qarqosaqlar bilmagan bilan bu qadar oddiy bir reja.
Masalan, G'arbda yashayotganlar uchun men G'arbni misol keltirib beraman. G'arb davlatlarida misol bu. G'arb davlatlarida xalqning uylarida qurol saqlash, qurol ishlatish huquqi bor. Mana bir kun kursga borgan. Quroldan bizni elib tiklab qo'yay. Bir ko'nglim bo'lsin, to'xtasin deb. Kursni o'qib bo'lib keyin voz kechdim. Bir kun kurs o'qisizlar bo'ladi. Tamamen qurol ala olaysiz. Bozorda sotadi do'konda qurolni. Buni bilasizmi? G'arbda yashayotganlarni bilasizlar buni. O'zingiz xohlasangiz qurol sotib olaysiz. Endi mana shu xalqda qurol bo'lish masalasi ma'lum bir hukmronga yoqmadi desak. Ya'ni bu hukmronning xalqni qullarga aylantirg'usi bor. O'zining hukmronligini mangulik qilg'usi bor. Şuna xalqning qo'lidagi qurollar keyin isyon ko'tarib, uning hokimiyatini ag'dirib yetishga kuch qatadigan bir vasila bo'lib qolmaslik uchun qo'zg'alon qilish, isyon ko'tarishda quvvat rolini o'ynab qoladi deb ensirab, xalqni qurolsizlantirmoqchi bo'lsa, shu hukmron demokratik sharoitda masalagidek buni diktatorda kari yo'q-ku, xalq qaqshamda majbur qilaverdi qiladiganni demokratik sharoitda qurolsizlantirish kerak xalqni deb qarasa. Buni qanday bajarish mumkin? To'g'ridan to'g'ri qonun ma'qullab, fuqarolarda qurol bo'lishga yo'l qo'yilmaydi. Qurol saqlash qonunsizlik deyilishi mumkinmi? Yo'q. Chunki demokratik tuzum. Xalqning bir erkinligini bu shaklda elib olishga uyg'un emas. U holda buni qiyg'il bo'lamdi, bo'lmamdi. Bo'ladi. Yana amal topa olasiz. Qurolli kishilar maktablarga kirib, narsiydi bolalardan bir nechini yetib o'tadi. Ko'chalarda odam etish voqealari kelib chiqadi. Avtobuslarni ishg'ol qilib olgan qurolliqlar yo'lovchilarni go'ra olib oladi. Bundaq vahimali xabarlar xili aviydi gazetlarda. Şikadan bir şey gelse bit bir şey söyledi mi hadi birisini etip tuttu. Yakınları öldürülgenlerinin başçılıkında halk namayış kılıp koçularga çıkıdı. Fuqarolarda qurol bo'lishiga yo'l qo'yilmasin. Qurollar yig'ib olinsin degan talablar cho'qallar yuksaldi. Hukumatga besim tushdi. Hukumat bir necha zaman bir necha yomon odamning qilmishini deb xalqning qurol tutish erkinligi cheklansa bo'lmaydi deb terajaydi. Voqealar to'xtamaydi. Xalqning namoyishini avjiga chiqadi. Oxirida hukumat xalqning talabiga ma'qul bo'ladi. Qonun ma'qullab fuqarolarning qurol saqlashini qonunsiz qiladi. Bu misoldan ko'ngillarda ma'lum fikr uyg'onganligiga ishonaman. Ahvol xuddi shundoq. Qarindoshlar. Charles Chaplinning kinolarini ko'plaring ko'rgan. Uni yaxshi ko'rsizlar, uni yumorliq, kulkulik, qiziqarli. Charles Chaplinning kinolaridan birisida Chaplinning balasi oldida ketadi ko'chada. Oldida ketadi, tash etib, aynaklarni chiqib qochadi. Arkadan eynekçilik mülazimeti sunup Chaplin yetip keladi emasmi? Aqlinglarni joriy qilinglar qarindoshlar. Balasini yo'lga soladi, eyneklarni chiqib menishqa, keyinidan o'zi eynek soladigan mulozimat bilan keladi. Davlatlarning ishlarimi shu tarzda bo'ladi qarindoshlar. Mesela Xitoylar o'zlarining mollalari orqali avval diniy oshqo'llikni avj oldirdi. Chet ellardagi ba'zi mollalarmi ash qatimqi WeChat tabliğlarida Xitoylarning maqsad uchun buyuk xizmatlarni qilganligi to'g'risida o'tirdi hikoyalar bor. Oshqo'llik xalqni bezor qiladigan, haliqidek munofiqlarda Xitoyga rahmat aytish vaziyati yaratadigan bosqich borliqqa keltiriladi.
Andan xalqning normal hayot sharoiti bilan ta'min etilishi kerakligini nazarda tutib, kuyimlik Xitoy hukumati o'tirg'i chiqib, keskin tadbir qo'llanish bilan heliqi munofiqliklarga rahmat aytqizdi. Shu qadar oddiy berici. Ammo bu ablahlarning qalbidagi munofiqlikdan aqllari dumbisi yutib qolg'achqa, ular bunday siyosiy o'yinlarni tushunmaydi. 1902 yılı Bishkekdan yurtqa qaytgan savdogarlarni to'shayotgan bir avtobus Qirg'izistonning Narin Otbeshi atroflarida qaroqchilarning hujumiga uchrab, avval pullari bulangandan keyin andin odamlar qo'shib, avtobus ko'ydirilishdek vahshiyona voqea yuz bergan. 22 odam ko'ydirib etilgan. Xitoylar bu voqeani Sharq Turkistonchilar qildi, bo'lgunchilar qildi deb tashviq qilgan. Aslida bu Xitoy projesining maqsadimi dal xalqimiz bilan inqilobchilarimiz orasiga adovat selish orqali inqiloblarni iqtisodiy qo'llashdan mahrum qilish edi. Xitoyni dushman deb biladiganlardan tortib, Xitoyning suydigini ichgan Xitoyparastlargacha hammasi bu tashviqotga ishongan. Hech kim mantiqqa yurgizib, tahlil qilib baqay demagan. Men biladigan akufka yozuvchilar bor edi. Bu akufkalardan aksi mana shu avtobusda ekan. Voqeada kuyib o'lgan. Ikkisi Sharq Turkistonchilarga emas, Uyg'urlarga o'ch olib ketgan. Natijada qancha avlod avvalgi o'zbeklar bilan bo'lgan bir qudabachilik munosabatni asos qilib, o'zini o'zbek deb chaqirgan. Uyg'urlikdan voz kechib, xafalikda, o'chmanlikda. Nima uchun Xitoyni dushman deymiz, Xitoyning deganlariga ishonamiz deganni o'ylab boqmagan. Endi hayvatlik unvonlari bo'lgan, ammo odamlik sezgisi bo'lmagan, so'zlayoladigan hayvonlar haqida nima deymiz? Bular hatto avtonomiyachi bilan bo'lmagan. Ko'p sonliqi. Milliy taqdirga o'zini aloqasizdek hisoblab, ra'yetiga ketib, g'amsiz yashaydigan bilimliklardir. Erkin dunyodami Xitoylar bilan do'stlikni davom qilayotganlar bor. Hatto namoz o'qiydiganlar bormish. Namoz o'qiydigan. 5 vaqt namozni tark etmaydigan taqvodor ko'rinishlik bu doktorlar shu namoz bilan Allohning jazosidan qutulamiz deb o'ylaması kerak. Allah sura Maunda tilg'agan namoz ana shundaqlarning namozidir. O'qigan namozlarga voy. Oyatda shunday deyiladi. O'qigan namozlarga voy. Deyilgan namoz mana shundaqlarning namozi. Qarindoshlar, mana bu islomni tushunishdiki yana bir xil dogmalikdir. Uni go'yo Allohning ash namozga ehtiyoji bor deb. Men sening ehtiyojing bo'lganini qildim, endi mening hisobimni obdan qil demoqchidek bir xil namozlar. Harxana jumlami namoz qiladi emasmi? Juma Xitoymi namoz qiladi emasmi? Islom mana shundan iboratmi? Iymon mana shundan iboratmi? Qarindoshlar, men ilgari tunji uchrashganning muhurda bo'lish turidagi din o'rganishlar haqida to'xtalgan edim. Xabaringlarda tunji uchrashgan kim bo'lsa shuning tipidan bo'lib islom mushu deydigan va boshqalarni dinsizlikda ayblaydiganlar haqida deb o'tgan. İslamni asli manbasidan Qur'on va hadisdan o'rganmay, ma'lum iqimning shayxidan o'rganganlar. Xitoy baqqan mollalardan o'rganganlar. Baganga qarta fatvo chiqaradigan bid'atchi mollalardan o'rganganlar ana shunday tushunadi. Faqat mening shayximning to'g'ri deb jahilani qiladigan turdikilar. Bugungi fojialarimiz e'tiqodimizni to'g'ri tuzgun bilmasligimiz, düşmanni haqiqiy ma'noda tonimasligimiz, o'zimiz da'vochisi bo'layotgan siyosiy g'oya yo'lida prinsipchan bo'lolmasligimiz, o'yinchiq muomalat qilishimizdan manbalangan. Qarindoshlar, yana bu temada yana to'xtalishimiz mumkin kelgusida. To'xtaladigan bununla aloqador qilmishlarimiz,
xohishlarimiz, qiliqlarimiz oz emas ekan. Buni kuzatgan siri yuragimiz aytishmoqda, qarindoshlar. Düşmanni to'g'ri tanimaslik bu ochqishliq bir masala. Düşmanni tanımagandan keyin qarshi tug'ilmaydi, qarindoshlar. Bugun bu gapni men mashada oxirlashtiraman, qarindoshlarim. Hammanglarga Allohning rahmati, marhamati bo'lsin. Hammanglarni niyat qilgan buyuk va yaxshi ishlaringizda muvaffaq qilsin. Yana bir qatim ko'rishguncha